Assalomu alaykum. Bu ko'rgan videolarimiz Oakley Farm firmasida harvesting ishlaridan biri oladi. Harvesting, ya'ni o'zbekchaga tarjima etadigan bo'lsak, yig'im, terim degan gap kelib chiqadi. Birinchi etadigan ishlarimiz bu qirqish, 3 odam libo 2 odam bo'lib ishlanadi. Bu videoda esa bu lenta, ya'ni traktorda ishlanadi. Ko'rganingizdek, 4-5 odam qirqilgan kadalarni lentaga qo'yib turibdilar. Lentadan esa bize bu kadalarni moykaga yuboramiz. Ina moykamiz traktorda bo'ladi. Bu ko'rib turganlaringiz satroshniy место hisoblanadi. Ko'rib turganlaringizdek, kadalar moykadan yuvilib chiqib turibdi. Bu yerda 3 odam ishlaydi. 2 odam ulida, 1 odam esa kichkinada turadi. Qo'limizda o'lchov berilgan 15 santidan kichkinasi уже kichkinaga, ulisi esa uliga ketadi. Videoni shu joyidan kuzatgan bo'lsangizlar hammaga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Podpisatsiya и like bosishni unutmang. Ne gaplar? Rossiya muxlislari. Ekoga shit. Angliyada shunday ahvol. Yog'adimi, bosh aytadimi? Ishi berasizlar. Angliyaga kelavenglar, shunday ham orada zakonni bo'lib ishimiz, lekin havo sovuq emas, yomg'ir jonli. Temur bir gap so'z. Ağa Angliyaga kelishingizga birinchi yil bo'ldi, to'g'rimi? Bir ozgina bir qisqacha intervyu berib o'tsangiz, misol Angliya haqida plus Oakley Farm firmasi haqida. Oakley Farm firmasi haqida. Shuni nima deysan, kitobda perishon bo'ldi. Kavachkisi bor, kavachkidan yutganlar. Oldi kesinlikle yutgan mesela. Bakalasa yarım saat kaldı iş tamamlaşınca yetermiş. Doğru. Eğer firmaya gelen olsanızda dajda yüklüydeniz belki kendine ilaz olsa. Bu yanına aman var, ilaz olsa bir aman var, bu yandakiler tutsa. Ne bu? Şimdi kalatla ola bine yakısı yürüyüş. Yapar geldik görüp kendine ilaz olsa. Dostlarım, sizden bir ağız intervyu kıskaca. Angliya hakkında iyi bilir, ne dedi? Firma hakkında, bir iş hakkında biraz gene malum. Camı caga yaptı. Farkı yok. Yağmurunu, taşını, karını, iş bulu biraz. Gelişini asla vermeyeyim ben. 50 milyon rasotlup gelediğin joyamaz. Doğrusu. Ha, tekinge kese bula alıyor. Tekinge gelediğin joy, hep bir gelip gelediğin joyamaz. Ne yaplar? Rossiya muxlislari. Ekoga shit.